Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kırgıç kırındaşlar. Tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımızın birinci sani arqalıq sizler bilen yeniz görüştük. Programımızın aziz mühmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Mahmud Addamoğlu. Ben Riyasetçi Abdülahat Ucat. Hürmetli kırılmeler bugünkü programımızda illet tüzelmigice millet tüzelmez degan bizdeki atasözümüz yoki xalqimizdagi mashhur söz bor. Mushu so'zni chiqish qilgan asosda ana shuningdek Alloh taoloning Qur'oni Karimda har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi degan bu Qur'oni Karimning oyatiga asosan biz mushu hozir millatimizda yani cemiyetimizde yüz berayotgan bir qancha turlik illatlar haqida her hafta inşallah to'xtalish maqsadida bu programni boshladik. Bugungi programımızdaki bu sanada hururlik haqida to'xtalib o'tamiz. Hururlik degan nima? Hururlikning kelib chiqish sabablari, hururlikning alomatlari, hururlikning shaxs va jamiyatga bo'lgan yomon ta'sirlari ve bu hururlik illatini davolashning usullari haqida to'xtalib o'tamiz. Hurmatli ustoz Mahmud Addamoğlu programımızga vaqtchilik qilish uchun qizg'in qarshilamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Tuanda programımızı başlasak aldı bilen bu hururlik degan nima bu haqda qisqacha tushuncha berib o'tsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Bu hururlik degan nima desa, ma'lum bir shaxsninki davomli qilayotgan bir ishini darhol to'xtatib qo'yishi. Shundaqla har qanday ishlarga parvosiz qarashi, hayotga umumyuzlik, o'zininki jamiyati bilan bo'lgan munosabatlari bo'lsin, oilasi bilan bo'lgan munosabatlari bo'lsin, farvoydigari bilan bo'lgan munosabatlari bo'lsin, bir xil beparvolik bilan, g'ururlik bilan yashaydigan, g'ururlik bilan muomala qiladigan, o'zining kundalik hayotini nima ishlar bilan o'tkazayotganligi haqida o'ylanish ilib bormaydigan, hamma ishda o'zini tashiyotganlikning o'zini g'ururlik deb ataymiz. Bu g'ururlik degan tabiiy holda ba'zi beparvolik, g'ururlik har qanday bir jamiyatdagi insonga mumkin yetib kelishi. Bu bir kasal desak, har qanday bir inson diqqat qilmasa, buning yomon oqibatini o'ylanmasa, mumkin har qanday inson shu xuddi zukam juqib qolgandek yoki bugungi kunda diqqat qilmasa, Xitoy virusi juqib qolgandek har qanday bir insonga yuqib qolishi nihoyatda ehtimolligi yuqori bo'lgan bir kasal. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining eng yaxshi, afzal bandalaridan malaikalarni sifatlab nima degan desa, yusabbihunal layla wan nahara la yafturun. Bu malaikalar bo'lsa, kech kunduz Alloh subhanahu va taologa tasbih aytib turdi, Allohni maqtab turdi, Allohga ibodat qildi, ular qat'iy bo'shab qolmaydi. G'ururlik qilmaydi, ojizlab qolmaydi bu ibodat qilishda deb sifatlagan. Buning aksida Alloh subhanahu va taolo kafirlardanmi eng yomon ko'rdigan, dovzaxninki eng tuviniga tushishga hukm qilgan munofiqlar haqida nima degan desa, ular haqida innal munafiqina yukhadi'una Alloha va huwa khadi'uhum va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Alloha illa qalila. Munafiqlar bo'lsa Alloh subhanahu va taolani aldaymiz deb urinadi. Halbuki ular Alloh subhanahu va taolaninki buyrug'iga xilovlik qiladi, osiylik qiladi. Alloh ularni asl jazolaydi. O'zining ularning qilgan osiylik qartacho ularni ig'ir jazolaydi. Ular namoz o'qishib qopsa, ular shunda hururlik bilan namoz shunda ig'i kelib namozga qo'pidi. Namozni bular shunda hururlik bilan ado qiladi. Alloh subhanahu va taolani nayt az vaqtda eslaydi, bo'lmasa eslamaydi deb bu munofiqninki
yaman sübut ekanligi va shundaqla o'zininki Allohni eng yaxshi ko'rgan malaikalarninki go'zal sübutiningki g'ururlik emasligi, beparvolik emasligini cho bayon qilgan. Mana bu g'ururlik degan nima desa, mushu yuqoridagi so'zlar bilan buni tunusak bo'ladi. Rahmat, Alloh razı olsun. Endi tuvanda bu g'ururlikniki kelib chiqish sabablari, ya'ni bu qanday ahvollarda inson shunday g'urur bo'lib qoladi. Buning sababi nima? Buningki g'ururlikninki har qanday bir kasalning sababi bo'lgandek, bu kasalningmi sabablari va buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda nurg'unlarni bayon qilgan, olimlarimiz nurg'un oyat hadislardan nurg'un sabablarni chiqargan. Bu sabablarning eng birinchisi nima desa, al-vahan deb ataydi buni payg'ambarimiz hadisda. Hubbud dunya va karahiyatul maut. Vahan degan nima ya Rasululloh desa, payg'ambarimiz buni o'z tafsir qilib, o'z tushuntirib, bu dunyoni haddidan ziyoda yaxshi ko'rish, o'limni cho yomon ko'rish degan. Ya'ni inson dunyoga herisman bo'lgan siri, uzun yashashni arzu qilgan siri, o'limni tabiiy holda yomon ko'rdi. O'limni yomon ko'rgandan keyin bu yerda o'lishning borlig'i, oxiratning borlig'i, hisobning borlig'i, buning hech qaysini o'ylamay, faqat o'zining shaxsiy dunyolik manfaatini o'ylagandan keyin bu nima kelib bordi desa, birinchisi taat ibodatda, Alloh bilan bo'lgan munosabatda, Alloh subhanahu va taolaninki buyruqlarini ijro qilishda umumyuzlikcha g'ururlik olib bordi. Demak, birinchi sababi dunyoni haddidan ziyoda yaxshi ko'rish, o'limni-cho yomon ko'rish. İkinci sebebi dinda naiti çekidin eşiş. Dinde çok qattiq çekidin eşiş. Nima uchun desa, har qanday inson dinda çekidin aşqandan keyin nurg'un ishlarni darhol qilib o'tkisi va nurg'un natijalarga ozg'in tirishchanlik bilan erishgisi va amaliyat cho ish bundaq bo'lmaydi. Ozg'in tirishchanlik bilan cho'ng natijaga erishgan olmaydi. Şunun bilan oxirisi bu adam yo'ldan ezib, yo'ldan chiqib ketirgan, xatolashib qoladigan ahvol, g'ururlik sabab bo'ladigan ahvol shu kelib chiqdi. Shun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam iyyakum wal ghuluw fi din. Sizlar dinda chekidin eshitsin saqlaninglar. Sizdan ilgirki halok bo'lganlar, tugishib ketganlar dinda chekidin oshqanlikdan tugishib ketgan, halok bo'lgan. Yani bir hadiste her qanday bir insan inned dine yusrun ve la yushadded dine ahadun illa galebe. Din degan nayet asan. Her qanday mümin, her qanday şerait aslida amel qilib mağalaydigan aqida. Bu dini aqida, İslam aqidasi. Her qanday bir adam dindi men nayet çın yol tutup mağaman deydiken din o adamның üstünden galip keladi degan. Biz buningki ameliy natijalarini bugungi kunda bizning xalqimizning ichida burun vatanimizda shundaq çın yol tutup mağan, onundan keyin nayet büyük g'oyalar bilan, büyük ümit arzular bilan chet elga chiqqan, lekin chet elga chiqqandan keyin arzu qilgan arzularga yetemay, buni ulaşamaganlik sababdan bularning ichida anglagan gaplarda faqat dindan chiqib ketganlar bor. Yani murtad bo'lib ketgan insonlar bor. Meyli Avrupaga berib bo'lib ketsin yoki boshqa yerlarda bo'lib ketsin va shundaqli Turkiyada turibmi burun 2 yil 3 yilning oldida shunda mustahkam zodi meyli qizlardan ayollardan bo'lsin kiyim-kechakda mustahkam menish turishda shunda mustahkam nurg'un qizlarimiz keyingi vaqtda birdillam hammasini tashlab kiyim-kechakda shariat belgilagan yo'ldan chiqib munosabat shariat belgilagan yo'ldan chiqib oilda nurg'un shariat belgilagan yo'ldan chiqib xuddi mushu dunyodagi yoki Turkiyadagi normal insonlar qanday bo'lib ketayotgan bo'lsa, mushundaq bo'lib ketayotgan ahvollar bor. Buning asosli natijasi sababi nima desa, asli bular nayt büyük iroda bilan chiqqan. Islom davlati yoki islom qonuni, islom shariatida yashaymiz yoki shunda jamiyatni barpo qilamiz degan iroda g'oya bilan chiqqan. Bu g'oya to'g'ri bo'lsa-mu, lekin bu ozg'in tirishchanlik bilan yoki ozg'in vaqtda qo'lga kelmaydi. Lekin bu yo'lningki jafosiga chidayolmay uzun yo'l bo'lg'achqa bu
şunun bilen ço bir dillam keyni giyinip beparvolik bilen bir dillam keyni giyinip çekiniş, gururluk kaplaş nurgun halkımızın içinde şu bir kısım halkımızın içinde bu peyda oldu. Bu mesela dinde, ibadette çekildiğin aşırı ötüş bilen bu gururlukның ikisini qanday bağlayımız yani? Biraz bizga zid bir ahval. Nima uchun desa, haliqa burunqi zamonda payg'ambarimizning zamonidami? Masalan, shundan mustahkam tug'an kishilardan Habishistonga borib hijrat qilib, avadagi xristianlarni ko'rib, murtad bo'lib ketganlar bor. Ya'ni dindan chiqib ketganlar bor. Bir inson o'zi nihoyatda chin yo'lda mangsa, cho'qim u chin yo'lga sabr qilolmaydi. Vaqtning o'tishi bilan o'zi tanlab yo'l mangan yo'lgacha sabr qilolmay bir dillamcho andin suslab oxirisida g'ururlik, ya'ni bu amalni, bu xizmatni tashlaydigan holat mushundan shakllandi. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda nima degan desa, Alloh subhanahu va taolo seni zerikmagichilik, Alloh sizning qilgan amallaringizdan zerikmaydi. Lekin siz zerikib qolsangizcho, u chaqda zerikidi. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi ko'radigan amal davomlashib uzilib qolmay qilingan amal oz bo'lsa-mu deb ko'rsatgan. Bir kun masjidga kirgan vaqtda Asma bir og'amchini ko'rgan ikki turukning orasida payg'ambarimiz, "Voy bu nima og'amcha? Kimning bu?" degan vaqtda Asma radhiyallohu anhaninki. "Nima ish buni bog'lab qo'ydi bu yerga?" deb so'rganda sahobalar, "Kechasi mushunda namoz o'qiydi, o'qis kelib ketgan vaqtda yiqilib tushmay deb og'amchani eslab olaman deb şunu çıkıp koygan ağamça degan vaqtda yeşi o'tinglar. Sizning biringlar namoz o'qiyotganda o'qis kelib qolsa darhol uxlasin. Nafl namoz o'qiyotganda o'qis kelib qolsa uxlasin. Deb endi uning oxirisini shu siz zerikmasanglar, siz maral olmasanlar Alloh maral olmaydi, lekin ishni davomli qilinglar. O'zingizga jafo bo'ldigan, qiyinchilik yosh vaqtingizda yo kuchingizda bor vaqtda chidab qila oladigan, keyin vaqtning o'tishi bilan zerikib qoldigan bunda ishni cho qilmanglar deb alohida ko'rsatgan. Bu yerda nihoyatda chin yo'lda mengishning o'zi birlam portlab, xuddi haliqa mashinani qattiq tizay desa, oson buzilib qolgandek, inson muchodi taat ibodatdimi, nihoyatda nafsiga, o'zining badaniga, o'zining oilasiga qat'iy vaqt chiqarmay, badanni aram aldurmay, qattiq chin qilgan vaqtda mustahkam birlamchi portlab ketirgan, birlam xatolashib qoladigan mushunda ahval oqibat kelib chiqadi. Shu payg'ambarimiz boshqa nurg'un hadislarda sening ko'zingning haqqi va badaningning haqqi va ayolingning haqqi va ziyorat qilib sening uyan kelganingning haqqi va deb ko'rsish nima desa, sen hamma narsaning haqqini berib mangan. O'zing haliqa bir yo'lda men zod mush yo'lda mangman deb, masalan, uxlamay namoz o'qiydigan, Ayşe Rasul sahabining qatrim bo'lgan, har doim Ramazon tutirgan, masalan, 3 odam kelib Rasulullohning amildan so'rgan vaqtda ular Rasululloh manda amal qildi desa, ular aslangan o amalni. Voy biz qo'pab men xotlanmayman, ya'ni biz qo'pab men kechish namoz o'qiyman, ya'ni biz qo'pab men har doim kunduz Ramazon tutaman degan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu bularni ayiblagan. Bularni ayiblab men hem aram olaman, hem xotin olaman, hem uxlayman, Ramazon tutaman deb payg'ambarimiz shu buni bizga ko'rsatgan. Demak, dinni shu umumiylik hamma tarafidan elib menish, shuning bilan birga qudratimizning yetgan miqdorda tutib menish. O'zimiz qilolmaydigan yoki ma'lum vaqt qilsak, keyin darhol zerikib qoladigan ishlarni shu qilmaslik. Bu yerdagi amal bilan yoki ibodat bilan g'ururlikning munosabati mushada. Yani har narsaning haqqini joyida berib menish lozim. Asosan yani dinda dunyolik ishlarda hammasi o'ttir hal bo'lish. O'ttir hal bo'lish, normal yo'l tutib menish. Normal yo'l tutish. Hamma narsaning haqqini joyida berish. Joyida berish. Buni qilimida yana birininga tajovuz qilmaslik yani. Tabii. Andın üçüncü doğru ise bu müşhurluktan sebebi üçüncüsü neymi ise toplumdan ayrılış. Yani cemaatçilikten ayrılış, yalnız yaşayışını tallaş. Bu neymi için bu hurluk sebepçi oldu ise bu hizmet yolu, iman İslam yolu, dava yolu uzun yol bu. Bu yolda her kandak adam yalnız mağmen dese şu kum yalnız mağmen bu yoldan zirikip kalış ihtimallığı
g'ururlik keseliga giribtor bo'lish ehtimolliği nayt yuqori. Shuning uchun biz emri hayot qaraydigan bo'lsakmi, masalan, 3-4 yilning oldida ajoyib yolg'iz harakat qilgan odamlar chiqqan. Bizning vatanning da'vosi haqidami? Lekin vaqtning o'tishi bilan bir qism qarindoshlarimiz qolib qolgan bo'lsa-mu, ya'ni bir qism nurg'un odamlar yo'qolib ketdi jamiyatda. Nurg'un odamlar xizmatni yo'qolib ketdi, nurg'un odamlar da'votni yo'qolib ketdi. Nurg'un odamlarni hayot oldiga salib olib, aqtirib ilib ketdi. Nima uchun desa, jamoatchilikning yo'qligi. Har qanday bir inson o'zininki xizmatining uzun yil davomlashishi uchun bu japa yo'li, iymon islom yo'li, vatanni ozod qilish yo'li japoliq yo'l bo'lg'achqa, bu yo'lda birsi-birsini rag'batlantirib, birsi-birsi mudirib ketgan tuz yulib olib, birsi-birsiga ig'olab mangan vaqtda uzun yil mangan bo'ladi. Agar unda qilmay har odam men o'zim yolg'iz mang'atam, ya palonma jamoat degan kichik ostimodagi odamji qo'ygan ekan, men tezroq jugurib-juguriblam chiqdim desa, xuddi taqqa yolg'iz chiqaman deb jugurgan odam oson herib qilib to'xtab qolgandek bu odam uchun shu qilib to'xtab qoladi. Shuni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, nurg'un oyatda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nurg'un hadisda jamoatlashib mengishqa, bu dinning xizmatini, da'vo xizmatini jamoatlashib mengishqa buyurgan. Şu ayetlerin qatarını va'tasimu bihablillahi jami'a, Allah'ın dinini silab birlikte esiranga. Bu yolda qat'i bölünüp ketmanga. Onundan başka neçe ayet var muşahda. Muşahdlam kelgen nurgun ayetli varka'u vescudu, namazı qıştı olsun, ruku qilishti olsun, umum yüzlük şu birlikte buyruk birlik kelgen. Umum yüzlük Müslümanlara yüzlendirilgen. Mesela ve taavunu alel birri ve taqva ve la taavunu alel ismi vel udvan. Sizlar yaxshilikning har qanday birsi-birsini bilan hamkorlashinglar, birsi-birsingizga yordam beringlar. Dushmanlikni shu qat'iy birsi-birsi bilan hamkorlashmanglar deganlikning o'zimi bu xizmat yo'lida, iymon islom yo'lida, da'vo yo'lida shu birlashib menishning zarurligi, birlashmagan vaqtda cho'qim sabti ma'magan odamga payg'ambarimiz hadis degandek innama yakulu zibu minal ghanami al-qasiya. Bir qanday qo'yni yeydi desa, cho'qim qo'ylarning sirtida qolgan, chetda qolganini yeydi degan. Xuddi shuningdek bu chetda qolgan odam, yolg'iz qolgan odam cho'qim g'ururlik yetidi, ezib ketidi, to'xtab qoladi xizmatdan. Shunga yana bir hadis payg'ambarimiz nima degan desa, iyyakum val furqa. Sizlar bo'lginchilikdan saqlaninglar. Fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa min al-ithnayn ab'ad. Shayton har qanday vaqtda yolg'iz qolgan odam bilan shayton birga. U ikki odam bo'lib qolsa, cho'qim ikki odamdan shayton yiroq degan. Hozir masalan, jamiyatda ezib ketgan yoshlar bo'lsin, xatolashib qolganlar bo'lsin, cho'qim bu yolg'iz vaqt xatolashidi. Ikki odam, uch odam bayada hayo qiladi. Xizmatdimi jamoat bo'lib manganlar cho'qim xizmatdan tushib qolishni numus qiladi. Da'vo yo'ldan tushib qolishni numus qiladi. Hech bo'lmadi deganda zerikib qolgan taqdirdimi? Lekin yolg'iz bo'lsa, tashi tutlam o'zining ishini qiladi. Shuning uchun bu jamoatchilikka ko'ngil bo'lish, da'vo yo'lda birlikda to'p bo'lib menishga ko'ngil bo'lish, tashkillanishga ko'ngil bo'lish bu mush xizmatning g'alaba qilishiningki, g'ururlikning, beparvolikningki qalbimizga o'rnab qolishining oldini olishning birdan-bir yo'lichi mushu. Bizningki birdan-bir tatiyotgan cho'ng ziynimiz nima desa, umumiy xalqimizda tashkillanishning yo'qligi, jamoatlashishning yo'qligi, shu sababdan ondan hamma odam ozg'in vaqt da'vo qilib baqsimi, 3 yilning oldidagi vaziyat bilan hozir o'xshamaydi. 3 yilning oldin namoyish desa 5 ming, 10 ming odam chiqadigan bo'lsa, hozir 2 ming odam chiqadi. Nima uchun desa, jamoatlashish yo'q, tashkillanish yo'q. Ham nurg'un odamlarni natijaga darhol erishmagandan keyin darhol g'ururlik yetib, beparvolik yetib, qilsam qilmasam nima foydasi bor ekan deb o'zining uyda o'tiradigan yoki o'zining ushshaq ishi bilan mashg'ul bo'ladigan holat shakllandi. Xo'sh. 4-chi bu g'ururlikning sababi nima desa, o'limni unutib qolish. Qiyomatni unutib qolish. O'lim bilan qiyomatni unutgandan keyin bu hamda har qanday odamningki eng ezishiga, xatolashiga, beparvo bo'lishiga sababchi bo'lgan narsa shu. Nima uchun desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uzkuru hazimul lazzat. Sizlar dunyoda lazzatlanadigan, oxiratni unutiladigan narsani eslab turinglar degan.
U ahiretni unutuldurduğan nesi nima o dese ölüm deb cevap bergan so'rgan vaqtda. İnsan ölümni asliga vaqtda çoqum o'zininki her daimlik vaqtidan hayotidan foydalanishga tirishadi. Urinadi. Agar ölümni unutgan vaqtda cho desa, qiyomatni unutgan vaqtda cho desa, bu insan o'zining hayotida hamma narsani unutib, har qanday xatolik tushishi mumkin. Hurunluk, umumyüzlük bu adamın hayatını kaplaşı mümkün. Gündelik hayatını tamasha bilen, oyun bilen, telefon bilen ya kompüter bilen ötküzüşü mümkün. Kaçan dese, ölümünü unutgan vakitte, ahiret gününü unutgan vakitte. Ve şundakla 5. bir sebebi umumyüzlük taat ibadette bir pervalık kılış. Farz namazlarını okumaslık. Başka Allah subhanahu ve taala buyurgan işlerini kılmaslık. Şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkның sübtini bayan kılıp nima degan desa, münafıkka eng egi keldigan 2 xil namaz var. O olsunmu bomdat bilen xuftan namazı deb bayan kılıp muş arqılıqço bizni nimaga qiziqtirgan desa, muş taat ibadetke alohida herismen bulaşqa. Yani bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizning bir uxlagan vaqtda şeytan bunun gadiniga 3 türlük noktani sarıdı. Dep şu 3 türlük noktani bu adam uykusundan oğunup Allah'ını eslep esilse birisi yişirdi, ikincisi tertağa vakitte birisi yişirdi, namaz okusa üçüncüsü yişirdi. Muşunda kılanırsa bu adam şundak hareketcan bedelleri şunda yengil buludu şu kine. Eğer bunu kılmay uxlusço dese kesla deydi şu hadisin ahirista. Bu adam şunda ko'ngli bir aram şu kine vurulluq umumi cismini kaplagan halette uygunudu degan. Demek taat ibadetin joyida qilishning o'zi bizning hayotımızda hareketchan bo'lishimizga turtga haydakchi bo'lsa, taat ibadetin joyida qilmaslikning o'zicha hurun bo'lashqa, beparvo bo'lashqa sababchi bo'ladi. Şöyle bir narsani ochiqlab o'tib ketsak, hozir jamiyatimizda hammamizga ma'lum bo'lgandek vatandagi zulm sababi, chet eldagi iqtisodiy qiyinchilik, turmush qiyinchiliklari o bu. Degandek narsalar bilan millat bir xillarga o'zininki ko'ngli bir aram, ichi siqilish his qildigan, tiz ochiqlab qoldigan, shunday bir ahvollar yuz beryapti. Qanday odamga qarab bir qiz gap qilib ikkinchi vaqtda patlaydigan holatni ko'ramiz hamda. Bunun sebebi şu hozir sizlar zikr qilib o'tgandek shunday bir zikr ibadetlerden yiroq bo'lishmi yoki boshqa bir sabablar bormi? Tabii halda bunun en asaslı sebebi birisi Allah subhanahu ve taala'nın muş kainattaki hayattaki bir kanunu var. Bu kanunun şu gafil qilish. Bu kanun nima desa, Allah subhanahu ve taala her qanday bir o'zgarishni xuddi osmonni 6 kunda yaratgandek insonni başta suyuqliq bilan keyin andın o go'shulab, undan keyin go'shqi so'yib qonab, andın jon kirib, andın 9 oyda tug'iladi. Tug'ilgandan keyin tug'iliblam jugurib mangmaydi. O tug'ilgan vaqtda ko'zni ocholmaydi, keyin ko'zni ochadi, andın o'ltiradigan bo'ladi, o'milaydigan bo'ladi, mangdigan bo'ladi. Hamma narsa tadrijiy bir qonun prinsip bilan bog'liq. Bizning xalqimizga asosliq mushundaq kasalning giribtor bo'lishida sabab nima desa, xalqimiz to'g'ri zulmni ayt ig'ir. Lekin bu zulm ne? Biz shunda bir sakrablam yoki necha ming kishi namoyish qiliblam yoki 5-2 ming odam bilan shunda bir qurolliq harakatni qiliblam biz davlatimizni mustaqil qildik yoki ashundaq mustaqil bo'lsa bo'ladi. Bu o'zgarish nayt tiz 5-2 ya 5 yilda 2 yildan bo'lsa bo'ladi deydigan bir umid tuyg'udi bo'lgan. Xususan 2017'den keyin yani 2016'da Nurg'un adam davadan qaçırdı aslında. 12 ming kishilik imzo toplasak oldu. O degandek ishlar bilan jiq. Onun aldığı mesela 2016 yılının aldığından Nurg'un adam davadan qaçtı. Bu bir haqiqat hem de. Nurg'un adam vatan bilan aloqasi vati, tijorat vati kirib chiqdi. Unda bo'lgandan keyin sabti yo'qdi. Sabti yo'q. Sabti bu odamni ozdi. Keyin vatandagi zulmning eshi bilan aloqa uzildi, tijorat uzildi, berib kelish uzildi. Yani özümüzün en yakın can ciğerlerimizin turmudu köydük hem de.
ya o'lgunni ko'rdik. Unda bo'lgandan keyin xalq zodi qanday qilsak qilib darhol bu vatanimizni olmasak bo'lmaydi ekan degan keldi umumyuzlik xalq. Kelib yani xalqning ko'p qismi deyla umumyuzlik desak ya ziyoda bo'ladi. Chunki hozir qadar Xitoy insofga kelib qolamiki deb kutib turgan odamni yo'q emas ham ichimizda. Xitoy insofga kelib qolsa biz vatanimizni qaytib kelsak bo'ladi, shu yerda chiroyli yasaq bo'ladi da'vat qilgan odamlar xili bor. Yo'q emas. Nurg'un odamda mushundaq bir tuyg'u bo'lganimda. O'zgarish bo'lsa, mushunda imzo to'plasak, ya namoyish qilsak, ya darhol qurolli harakat qilsak, vatanimizni olsak, Xitoyni qo'g'lasak degan mushundaq umidlar bilan, mushu orzular bilan nurg'un odam namoyish deysiz, shunda jiq odam chiqdi, imzo to'plashga jiq odam chiqdi. Andan bu arlıqda bizning siyosiy rahbarlarimizdan, yani bir qism odamlardan kishilarga xuddi ruhlantirish hukumi olgandak, ruhlantirish nutqlari bilan nihoyatda umid beryapti. Umid berildi. Voy, anda qilamiz, manda qilamiz, Xitoyning adbini berdigan vaqt keldi, ani qildigan vaqt keldi, mani qildigan vaqt keldi deb qattiq umidlanib ketdi. Umidlantirildi xalq. Voy, manda qilsak, masalan, Shimol Atlantik Ahdi Tashkiloti aralashir ekan degan gaplar bo'ldi, BDT aralashir ekan degan gaplar bo'ldi. Amaliyotdan nurg'un gaplar ilmiy asos qurilgan gap emas, balki hissiyat qurilgan gap. Bu ishlar bo'ldi. Arliqda hozir mana o ishlarga az deganda 4 yil o'tdi. Vatanimizning ichidagi siyosat qarta, ya'ni sirtda nurg'un ishlar qildik. Nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Bütün insan bizning vatanimizni, bizning davoyimizni, bizning inqilobimizni tunidi. Sharq Turkiston desak, hammadan tundigan bir vaziyat shakllandi. Lekin ichiga qartacho jiq o'zgarish paydo qilinmadi. Xo'sh. O'zgarish paydo qilinmagandan keyin vatan qaytiq savoli qaytanmadi. Ko'rishanmagan ota-onalari bilan yanalar ko'rishanmadi. Balları bilan ko'rishanmaganlar yanalar ko'rishanmadi. Hammamiz urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishanmadik. Bu shunda bo'lgandan keyin o'zini kainatdagi bir qonun prinsipini, Allohning sunnatini, qonunini tushunmagan nurg'un xalqimiz nima bo'ldi desa, darhol bir xil umidsizlanish, ruhiy tushkunlikka uchirdi. Ruhiy tushkunlik uchrash bilan bu yerda iqtisodiy munosabatning uzilgan bo'lg'achqa har tarafdan qiyinchilik uchirdik. Har tarafdan qiyinchilik duch keldik. Unda bo'lgandan keyin hozir sil degandek aşında g'ururlik, achchig'lanish, beparvolik, hammadan anaqa stress deb qo'ydik ama ma'lum. Sirtdagi dardini o'tkirib, bolalar bilan oldigan, xotindan oldigan, ishsiz qildigan mushunda holat shakllandi. Buningki yo'qotishning yo'li nima desa, bu asosiy sabab bu koinot o'zgarish, unda tiz o'zgarmaydi. Bizning vatanimizni mustaqil qilish unda oson ish emas. Tabii halda tirishchanlikni hammani qilishimiz lozim. Qachoniki bizning tirishchanligimiz en kuchimizning yuqori darajasiga yetgan vaqtda, ya'ni ba kuchimizning eng yuqorisini chiqargan vaqtda, undan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga yordam berdi. Biz uni qilmay turib, umumyuzlik kuchimizning eng kuchimiz yetgan yakkagicha kuch chiqarmay turib, ya'ni bu kuch chiqarish umumyuzlik xalq tashkillanish lozim. Umumyuzlik bizda Xitoy qarta birlik bo'lish lozim. Umumyuzlik xalqningki irodasida o'zining meli, jani har qanday narsani cho'qim men bu yo'lda qurbon qila olmayman deydigan kuchli iroda bo'lish lozim. Mushlar hozir bormi? Yo'q. Desa, buning nurg'unlari az turib bo'lgan taqdirda nurg'un tarafdan kamchilik bor. Nurg'un tarafdan kamchilik bor. Unda bo'lgandan keyin bu g'alaba, ustunlik pokkada osmondan yomg'ir tushgandek yoki tosh tushgandek sho'ntigimizga tushmaydi. Buning tirishchanlik lozim, qurbon berish lozim, vaqtga jonni, pulni berish lozim. Ashunda baga vaqtda andun bo'ladi bu ish. Shuning uchun bu haliqa jamiyatni men tizlab o'zgartiraman, bijgundlab o'zgartiraman, ya bijildlab o'zgartiraman, yoki bijildan keyin yoki 2 yildan keyin men vatanning mustaqilligini qo'lam olaman deb tashviq qildigan odam bo'lib qolsa, unda odamga yo'qdi deb o'ylayman. Bu nimaga o'xshaydi desa, faqat bizning xalqimizni ruhlantirish, huquqlari bu xalqaro musobaqalar shakllanadigan ish bu. Chunki buning ta'siri vaqtliq. Vaqtliq bo'lg'achqa ruhlantirish huquqi bo'lganda xalqqa ruhlantirish huquqi urish bu. Ma'lum mezgildan keyin huquqning ta'siri tugagan vaqtda, shuning bilan bu odamda burun holatmi yo'q, o'zini
umumiylik yo'q qilib qo'yish holati shakllanadi. Shuning uchun biz xalqdan umid qilganimiz nima desa, hammamizdan Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh subhanahu va taolo har qanday bir millatni, xalqni ular o'zining kamchilligi, o'zining xatoligi, o'zining nuqsonlarini o'zgartib bo'lmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi degan oyat bor. Mush oyatga asosan hammamiz shu o'zimizni o'zgartishga alohida tirishchanlik qilishimiz lozim. Bu birinchi sababi. Ya'ni bu o'zgarishninki unda tiz bo'lmaydiganligini bilish, shuning qarta tirishchanlik qilish. Masalan, bir inson qattiq og'ir kun kelgan vaqtida, masalan, butunlay mana kuchini ishtishidan taqtining hammani chiqarib qildi, u vaqtda g'alaba qila oladi masalan. Masalan, bir o'quvchi imtihon o'tmasa bo'lmaydi bu imtihon deb qattiq tirishib o'tadi. Bir narsani ko'taradigan odam mana shu kuni qattiq bir ko'tarsa, bu nima qildi? Bu ichidagi kuch. Ama biz millete bizim vatandaki zulümge karşı onu yok çıkarışı onda bir çiğun yağmadık da biz hem de. Umumiyizlik tabii halde halk işir ba. Lakin onda iş olmadı yani. Çıkarıvat kaldı ba. Lakin bunun nisbeti kançılık dese yanıla tüven. Yanıla tüven. Her kandak siyasi faaliyette olsun, her kandak hizmet olsun. Ba adamın sağlığı serişti olsak çok. Yani biz ruhi şükürlükke düştüm burun. Yani biz onun için nemiş kıldık degan narsani o'ylash kerak. Qanchalik kuch chiqardik? Qanchalik kuch chiqardik? Payg'ambarimizning bir hadisi var, bir kuni o'qisdan cho'chib o'g'inib ketgan. Cho'chib o'g'inib ketib, "Nim bo'ldi ya Rasululloh" deb ayoli so'ragan vaqtda, "Vayrul lil arab min sharrin qad iqtarab" deb mushundaq degan. Isat, yaqinda keldigan bir yomonlik mush arablik kelib qoldigan bo'ldi. Şu Müslümanım demekçe. Dep aşındak diye vakitte Ummu Seleme radıyallahu anha ya Resulullah enuhleku ve fina salihun. Bizning işimiz dışında yaxshi adamni tusa, obda adamni tusa biz halak olamdık, tüküşep kitemdik dese iza kasural khabas deb javob bergan. Eski adamlar jiq bo'lib ketsa, nachar adamlar jiq bo'lib ketsa, xafalik kelsa, musibat kelsa, halokat kelsa, hammadan kep keturu degan. Xuddi shuningdek bizning ishimizda qachoniki umid var. Hamma narsani o'zining dini uchun, vatanning ozodligi uchun atyalaydigan mushundaq yigitlar ko'paygan vaqtda o'rinliqni tashlagan, har qanday ishning tadrijiy bo'lganligini bilgan, ilm bilan, aql bilan qurollangan, nodonlikdan yiroq bo'lgan ko'p sonliq mushundaq bir kuchni tashkil qila olsa, Allohning yordami cho'qim bo'ladi. Dunyodagi insonlarning diqqatini cho'qim qo'zg'ay olamiz. Lekin nachar odamlar jiq, davosiga kirib olgan yolg'onchilar jiq, qo'ymichilar jiq, bunda chechilang'uluq, vayronlik bilancho Allohning yordami kelmaydi va insonlarning ma da'vo qarta alohida kuch chiqarishini biz qo'lga keltira olmaymiz. Shuning uchun birinchi o'ylab tushunish tegishli narsa nima desak, bu mustaqillik yo'lining naqadar qiyin yo'l ekanligi. Buni ikki og'iz gap bilan yo to'rt og'iz gap bilan qo'lga olg'in bo'lmaydiganligi. Bu tadrijiy nurg'un kuchdan keyin, nurg'un qurbonlikdan keyin ondan qo'lga keladiganligini bilish. Ikkinchi o'ylab nima desa, bu dinni umumiylik tushunish. Dinni umumiylik tushunish. Bir tarafdan tushunib qolgan taraflarini tashlab qo'yish yanıla bizning beparvolik, g'ururlik elib bor. Masalan, bir odam aqida qilam ko'ngil bildi, yoki jihad qilam ko'ngil bildi, yoki namoz qilam ko'ngil bildi, boshqa ish bilan kari yo'q. Bizning ishimiz bu ahvol bor. Ya'ni nurg'un shundoq yaxshi qarindishimiz bor. Bu jihad qilish maqsadida chiqqan. Bu jihadni uning ustiga faqat şu düşman bilan urush maydonida qurollik qilganni jihad deb tushundik Allohdan. Xo'sh. Boshqa nurg'un xizmat bor. Yaxshilik buyurish, yomonlikni to'sash bo'lsin, ilm egallash bo'lsin, munofiqlar bilan munoziralash bo'lsin, kofirlarga so'z qilish bo'lsin. Bularning hammasi asli Qur'oni Karimda kelgan jihadlar. Lekin bu qarindishimcha desa,
faqat dushman bilan urushganni jihad deb qaraydi. Boshqa hech qanday amalni jihad deb qaramaydi yoki uningga yaqinroq keladigan amal debmi qaramaydi. Ayda bo'lgan ekan, masalan, jihadni qilamidi? Jihadni qilanmagandan keyin nima holat shakllanadi? Boshqa hech qanday yaxshi ishga aralashmaydi. O'zining kuni bilan bo'ldi. Ba'zida hozirgacha men musofir deb necha yil bo'lgan bo'lsa, namozni qasr qilib o'qiydi. İşkirket qilib o'qiydi, juplab o'qiydi taxa. O taat ibodatdimi nurg'un tarafdan bo'shanamda. Xo'sh. Voy nima ish qilmanda qilsa, masjidga chiqmaydi jamoat, masjidni yaratmay, musulmonni yaratmay. Ondan boshqa nurg'un tarafdan bo'shan. O'zining hayotini hatto o'zining hayotini bir ishlab bo'lsa, yaxshi yashay deb buni o'ylamaydigan qarindoshlarimiz yo'q emas ishimizda. Voy biz degan manda büyük hizmetini nişan kılıp çıkan adam tok ya okuyumuz deb çıkan ya mani qilimiz deb çıkan unda oğan diken bu xalq bizni beqish kerak. Baylar bizni beqish kerak deydi o. Taxı bakmaganlığına bulayımız deydi o. Yani işçi qamda. Bakmagan bulgan ahvallı bolday bombu demez. Muşulun hemmesi nima deyse dinnin ait tar dair tushunib olgan o'zi mushu din deb tushungan narsani qilishga tirishib uni qilmagandan keyin bu dinning qolgan nurg'un qilishga tegishlik taraflarincha qilmagan tashib etgan. Bu mush hurullikning bir sababi. Shu Alloh Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ey mu'minlar sizlar bu dinga umumiylik kiringlar. Biz shariatning bir hukmi var. Bunu hayatımızda umumiylik tatbiqlash lazım. Bir adam biz her qanday vaqtda qibliga qarab yuri turib namoz o'qishga buyurildik. Qiblani topolmagan vaqt shu. Namoz o'qimamdik yoki namoz o'qimdik. Albatta namoz o'qiymiz. Qiblning nada ekanligini bilmadik. Kecha masalan biz safarda qiblning nada ekanligini bilmagan taqdirda cho'qim mushtarab qibla deb o'ylab shuning qartachi izdinimiz undan keyin namozni o'qiymiz. Namozni tartilib o'qishga buyurildik. Tartalanmagan suv yo'q yer qanday qilamiz? Namozni tashlandik, tayammum qilamiz. Namozni uyur turib o'qishga buyurildik. Kasal bo'lib qoldik, uyur turammadik, o'ltirib o'qiymiz. O'ltirib o'qiyanmadik, yetib o'qiymiz. Mush hukmlar bizga nimani bildirdi desa, bu dinda siz qila oladigan har qanday ishni shu vaqtida shu ishni qilishingiz lozim deganga. Men jihad qilmoqchi edim, jihadni hozir qilamadim dushman bilan. Dushman bilan jihad qilanmagandan keyin boshqa yaxshilik buyurish, yomonlikni to'sishni tashlashim lozimmi? Uni qilmasligim lozimmi? Namoyishga chiqmasligim lozimmi? Guvohlik berishga chiqmasligim lozimmi? Yo'q, lozim emas aslan. Bu ani qilanmaganda, qilarganni har doim qilish lozim. Ya'ni biz qaysi ish qo'limizdan kelsa, hozir shuni qila olsak, darhol shuni qilish lozim. Men ma ishni qilanmagandan keyin vakat ishdim bizne, qolgan ishni qilmayman deyishning o'zi ma dinimizni tushunmaganlik ekan. Xuddi suv topolmagan odam men namoz o'qimayman degandeklam ish ham. Shuning uchun biz umumyuzlik xalqimizning bu dinni umumyuzlik tushunish, dinda qilishga ishlardan, buyurilgan vazifalardan, mas'uliyatlardan hozir qaysini qila olsak, shuni qilish. Ma ishni qildim, men o ishni hozir qilanmagandan keyin shu turib olmayman, qilmayman deyish mana bu nega olib bordi desa, shu yuqori deyilgan hurullik, beparvolik olib bordi. Da'vo yo'li, ozodlik yo'li xuddi shunga o'xshash. Bu yo'lda chunki bu diniy yo'l. Dinning buyrug'i, bizning vatanimizni ozod qilishimiz dinning buyrug'i. Allah'ның buyrug'i, Allah'ның payg'ambarining buyrug'i butun musulmonlarning tarixdan buyon qilib kelayotgan ish. Bizning ajdodlarimizmi mush yo'lda nurg'un qurbonlik bergan yo'l. Unda bo'lgandan keyin bu yo'lda mucho desa, hozir biz Xitoy bilan masalan bevosita urush kerakmidik? Cho'qim uni qilanmagandan keyin uxlab yotsak bo'ladi. Deyishning o'zi mana bu beparvolik, mana bu hurullik. Qiladigan ishni qilish lozim. Qachongachilik desa, shu har qanday ishning fursatigachilik. Rahmat, Allah razı olsun. Herhalde onu tügüdüm o sebepleri hakkında sebepleri alimli bayan qilgan sebepler xeli jiqkan. Yani ben bir ikisi qilib qapti shuni deyib o'tay qisqalam. 6-si
elqe küçük adamlar bilen arzusu, gayesi yok ya naçar adamlar bilen dost olup yaşaş. İradesiz adamlar bilen dost olup yaşaşның üzümü ahirisi ne gelip bardı dese iradelik adamın boştu, onu suslaştırıp horuluk gelip bardı. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste sizler üzerindeki dostu karanlığa. El mer'u ala dini halili felyanzur ahadukum ila men yuhalil. Her kandak bir insan özünün dostunun ahlaki, dostunun dini kandak olsa şundak buludu. Şuna sizning birinchi o kim bilan do'st bo'lib, kim bilan aralashib o'tirganligiga alohida diqqat qilsin deb buyurgan. Yana bir hadisda yaxshi do'st bilan yomon do'stni tümüçü bilan atir sotirgan odamga o'xshatgan. Demak, bu hadislarning hammasidan inson, mümin, musulmon hayotida aralashgan odamlarga alohida diqqat qilish. Cho'qim o'zini taqim irodasini mustahkamlab, toat ibodatga yordam beradigan, dava yo'lda izchillikqa has qo'shadigan odamlar bilan aralashish. Voy, bizning vatan mustaqil bo'lmaydi. Sen mushalan bilan vatanni mustaqil qilaman datamtan. U mumkin emas. U bu deydigan odamlar bizning ishimizda. U Xitoy degan hozir dunyoni so'raydi. Amerika biznesi yemmaydi hozir Xitoyga. Unda bo'lgandan keyin Xitoyga chambatganlikning o'zi toshqa tuxum atgandeklam ish. Unda bo'lgandan keyin bu ishlar ahmoqning ishi. U bu deydigan bunda odamlar. Bunda odamlar bilan aralashsa, do'st bo'lsa desa, har qanday irodasi kuchli odam az to'la vaqtning o'tishi bilan bo'shab, ayda o'xshamanda 3 yil ya xil ish qilib to'q, hech qanday o'zgarish olmadi, foydasi olmadi. Unda bo'lgandan keyin uyda o'ltasak o'g'dak yoki nenimizni yesak o'g'dak deb bo'shab ketadi. Shuning uchun har qanday inson cho desa, o'zi aralashayotgan odamniga, o'zining do'stlariga alohida diqqat qilib, anda arzusi yo'q, kuchak, nachar fikir qildigan, tuyan arzularına ait erzimas ishlar arzu qiladigan bunda odamlar bilan do'stlashmaslik lozim. Chuqur irodasi kuchli, iymoni kuchli, axloq kuchli odamlar bilan do'stlashish lozim. 7-chi bir sababi, shuni bilan ma sabablar haqida gapimni to'xtataman. 7-chi bir sababi desa, gunoh ma'siyatga cho'mib ketish. Gunoh ma'siyatga cho'mib ketishning o'zi oxirisi nima kelib bordi desa, u g'ururlik qilib bordi, beparvolik qilib bordi. Şu Peygamberimiz ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum. Allah subhanahu ve taala, na'udhu billah. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve ya'fu an kesir. Sizlarga har qanday bir xaflik yetsa, musibet yetsa, bu yüzünün sebebini yitidi. Allah ko'p qismini yitidi, apu qilib yitidi. Yüzünün sebepçi degan. Shuning uchun gunoh ma'siyat bizning nurg'un xaflik tushishimizga sababchi. Peygamberimiz yana bir hadiste İyyakum ve muhakkiratiz zunub fe innahunna yectemi'na alel racul hatta yuhlikanna. Sizlar günahını kichik sanamanglar. Voy ma cho'ng gunoh, ma kichik gunoh deb bunda ayirib muomala qilib, kichik gunohli bo'lgandan keyin Alloh hech nima buni afu qilib turib, kechirib turib deb buni qilavermanglar. Unda qilib qolsangiz, bu kichik gunohlarning hammasi jug'ilib oxirisida yig'ilib halok qilib har qanday bir odamga jug'lishib qolsa deb alohida günah agahlandırgan. Şunun için biz uşak günahlar dep karıldığan işlerim çok alohida dikkat qilishimiz, bu günahdan yiroq bo'lishimiz lazım. Allah razı olsun. Vaqtni hali chiqib berib qoldi. Tövende hamda bu mushundaq g'ururlik yoki deymiz beparvolik mushu kasallikka tushib qolganlarning alameti qanday alamatlardir bu haqda qisqacha tushunib o'tsak. Uni qisqacha nima qilsak, umumyuzlik xizmatga, omonatga sal qarash. Mas'uliyat o'zining mening gadimda bir mas'uliyat bor deb to'nimaslik. Mayli diniy xizmatda, mayli vatanga aloqador xizmatlarda hamma ish shu beparvolik bilan namoyish men chiqmasam boshqa odam chiqadi masalan. Guvohlikni men bizdan boshqa odam berdi. Yoki ma ishni men qilmasam boshqa odam qiladi deb umumyuzlik hech qanday mas'uliyat tuyg'usi bo'lmaslik. Mana bu buning eng birinchi alomati. Har qanday bir odam o'zini mushundaq alomatni, beparvolikni hech qanday ishga, har qanday mas'uliyatsizlik bilan, ashuna qiziqmaslik bilan qarasa, menda g'ururlikning alomati bor ekan. Masalan, ibodatlarda olsun, xizmatlarda olsun,
har qanday bir ishda bunday jiddiyat yo'q, g'ururlik. Jiddiylik yo'q, g'ururlik bilan muomala qiladigan bo'lsa, bu odamcha menda shu g'ururlikning alomati bor ekan deb tunisi bo'ladi. Ikkinchisi taat ibodatda g'ururlik qilish, bu yuqorida deyildi, munofiqning sifati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qilgan munofiqning sifatini mushuna bilan tasvirlagan. Qur'oni Karimda shu munofiqning sifati namoz o'qigan vaqtda aynan g'ururlik qiladi degan. Üçüncüsü vaqtni zoya qilib o'tish. Vaqtdan foydalanmaslik. Hozir qaraydigan bo'lsak, nurg'un yoshlarımızda mayli bu o'quvchilarning ishida bo'lsin, mayli jamiyat kishilarning ishida bo'lsin, nurg'un vaqtini telefon bilan o'tkazadigan, to'rxonda o'tkazadigan, har do'qliq yig'ilib olib kech-kech quruq parag'ini qilib o'tkazadigan mushundaq ig'ir bir ahvol bor. Ya dunyoning ishi bilan mashg'ul bo'lmaydigan, ya oxiratlik bilan mashg'ul bo'lmaydigan. Nurg'un hozir mushahada nurg'un atoliyalar var, nurg'un yerlar var. Vay manda işçi lazım davatkan. Üyege işçilikte adam tabanmaydı. Şu günde hazır mesela Facebook, WhatsApp'da da mıkılatımız, iş ilanlarını kırıvatımız. Ola kakşavadı da. Yani mesela biz bu şu hatta binatçılarını anladım ben. Biz bu atölyeni başka mesela zavod paprika kurduğu raylı dukan olsak azan yaxşıttı. Muşu sapar köylük ekip olsak muşu bizim halk siz qağallar bir iş tepip işlevasın desek bular kagil unutmadı da. Ama başka Türkmen, Özbek, mamillatlar yaxşı işlevadi da. Bunu düşünemedi oqtaydı hem de. Gündüz şu Facebook'da uçuruk göremiz mesela iş ilanı var ama yani ben iş qilmaydi qağallar cıqam de. Sizdim o bu da yardımga onun bunun qo'yib görüp shunda öyle. Şu yardım berdigan yer görüp aşağıdamda bechora olab turishqda ya. Lekin kuch chiqarib men bir akshi bo'lgandan keyin masalan ya ayol kishi bo'lsa men saq bo'lgandan keyin kunda manchilik bir ishlay. Ishlason, undan keyin ishlab turib yani yetmedi. U chaqda tamam yardım ason. Lekin hech ishni qilmay u yerga berib, bu yerga berib, mushoning hammasi shu vaqt zoya qilish, vaqtdan foydalanmaslik. G'ururlikning alomatlari. G'ururlikning alomati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ogohlantirib nima degan desa, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faraq. Ikki turlik ne'mat va ko'p odamlar bu ne'matdan foydalanmaydi. Buning da ziyon tortadi deb uning birinchisi nima desa, sog'lomlik, ikkinchisi bo'sh vaqt degan. Sog'lomlik bilan bo'sh vaqtdan foydalanmaslik mana bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirgan buningdan foydalanilma deb bizni qiziqtirgan ish. Yana bir hadisda shu jannatning soyisida soydaydigan shu odamninki sifatini bayon qilib nima degan desa 5 ne'matni bayon qilgan. Shu 5 ning birichi desa vaqtdir. Vaqtdan foydalanishni alohida bu vaqtdan foydalangan odamninki ig'tanim khamsan qabla khams. Şunun qatirichi desa farag'uka qabla shug'lik. Sen mashg'ul bo'lib aldirashib ketishdan burun bo'sh vaqtingni çok g'animat bil, bundan foydalan. Alohida buyurgan boshqa bir hadisda qiyomat kuni hisob ilindigan insonning eng bosh hisob ilindigan 4 turlik narsa bor deb, ne'mat bor deb, buning bir qaysi desa insonning ömrü. İnsanning ömrüden ömrünün ichidan mutlaq tanlab yoshligidan ayrim hisob ilindi degan. Shuning uchun yoshlarımızdan jamiyatda kuch va odamlar bekor o'tkazmaslik lozim. Ya oxiratga foydasi bor bir ishni qilish lozim. Yoki bo'lmasa dunyoga foydasi bor ishni o'zining dunyolik uchun ishlash lozim. Shu dunyolik uchun ishlaganligi oxiratlik uchun ishlaganlikka haydakchi bo'ladi, turtki bo'ladi. Chunki haromdan saqlandi. Ehtiyoj bo'lishdan saqlandi, xo'rlikdan saqlandi. Shuning uchun bu vaqtni zoya qilish insonninki eng xatarlik bir kasalimdi. G'ururlikqa sababchi bo'lgan. Xo'sh, ustoz, undaqda bu g'ururlikdan iborat bu illat, bu kasallikki shaxs va jamiyatga qanday ziyonlari va qanday ta'siri bor? Bu vaqtni qisqacha tushuncha berib bersak. Shu buni alomatlari ikki nima qilib qopti men deyishga tegishlik. Shu g'ururlikqa alomati. Nima desa, birsi uni deyitay, undan keyin as'olni o'taylik. O'zininki musulmonlar umumiylik, xususan bizdak, ya'ni Turkiston musulmonlariga, Sharq Turkiston musulmonlari duch kelayotgan mush xapliqlarni
tuymaslik. Buni his qilmaslik. Buni bilan kar olmaslik. Hech qanday bir diniy qarindoshlik, diniy o'zining qarindoshlari duch kelayotgan xabarlikni his qilmaslikning o'zimi shu g'ururlikning bir ko'rinishi alamati. Abi ham men bir sizlarga qo'shimcha qilay deb to'xtab qoldim-da, masalan. Jamoatchilikningki muhimligi haqida to'xtalmasizlar, masalan. Shu kasallikni qutulishninki bir alam kasallik tushib qolishninki bir sababi jamoatning ayrilishtirib qoldi. Xo'sh. Hakikaten hem de biz anlagan kögen bazı karindaşlar cemiyette ya mesela siyasetçini yaratmaydı, ya alim yaratmaydı, ya ki normal bir insan yaratmaydı. Üzü yalğız yaşaydı, kompüterle, telefon bilen. Ama o aşı hiç kadar bir iş kılmaydı ganamda. Hususan Avrupa'da köpke amında aklıma. Bizim Türkiye'de mi var? Bu hem de en ağır bir gururluk kesili buluşu mümkün hem de. Bu mesela bütün adamdan alakası uzgandikinden bunda çıkmaz sokakka kirip kaldı deyimiz. Yani halk koçuğa kirip kalıp bütünle ümitsizlik girdavağa kirip mesela özününki ruhiyetini mütübütürlüğün başında bir ahval. O bek ağır bir iş hem de bu. Ağır kesel hem de bu. Ağır kesel. Adette o vakitten bütünle adamın kakşaydıgan bir ahval oturuğa çıkar hem de. Özümü keselge giriptar buldu. Şunda qarindaşlar qanday qilish kerak endi? Bu har qanday qadam o'zida mushunday bir alomat ko'rsa, vatanda bo'layotgan ishlik qat'iy bir his, ko'ngilda bir aromlik, ochiq tuymasa odam. Bu vatandagi xafalikni yo'qotish uchun, bu dushman qarishtirish uchun bir xizmat qilishga iroda qalbida bo'lmasa, bu odam men qanday kasal bo'lib qolganman deb chuqur o'zini bir tekshirish lozim. Özünü tekşiriş lazım. İkinci, yana bir adam mesela hayatına ait qalaymakan, turmuş qalaymakan, nurgun yaxshi ishlarni ko'maslik saludu tanqid qiludi. Faqat maqsad nima desa, o'zi ma'lum mas'uliyat xizmatdan qatishimdi. O'zi hech chiqmagandan keyin ondan jamiyatda bo'layotgan nurgun xizmatni, yaxshi ishni yo'q chiqirdi. Buni tanqid qildi. Bunda kesel giriptar olgan adamı yüzde çokum mende gururlukning alameti var ki. Eğer gururlukning alameti olmagan olsa men bir iş kılışım lazım te. Men üzem kılanmadım ya ki kımmadım. Çokum başkalar kıysa bunu kılışım lazım te de en akalli bir mesuliyet mal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen başkalar yaxşılık kıl. Sahabe qo'yib ya Resulallah men yaxşılık kılanmasam çoğu. Men yaxşılık qilgan qudrat yo'q ekan. Degandan keyin unda bo'lgan bo'lsa, ular duo qilib qo'y. Ya unim qilammisam-chu desa, hech bo'lmadi deganda ular ziyo yetkazmadi. Yani boshqa yaxshi ish qilayotgan odamlarga ziyo yetkazmaganligining o'zi shular qilingancha bir yaxshilik. Shu bir inson o'zidan boshqalarga ziyo yetyaptimi, yo'qmi? Yaxshilik yetmadi. Fayda yetmedi vatanning davosida mesela. Hech bo'lmadi deganda xizmat qilayotganlarga ziyo yetkazmaslikning bo'lsa, bu odamcha umid qilish lozim, orzu qilish lozim. Hech qanday ishni qilma, undan keyin anda xizmat qilayotganlarga ziyo yetkazan. Buni yo'lliq, yo'lsiz. Har davom zot har qanday ishni ko'masga solgan, har qanday ishni hamma odamni tanqid qilish bu nima desa, mana bu shu g'ururlikningki alomatlarining biri. Andın keyinki bunun kendi şahsik bo'lgan ta'siri, bu g'ururlikning şahsik bo'lgan ta'siri. Shaxs va jamiyatga bo'lgan birinchi bo'lib shaxsik bo'lgan ta'siri nima desa, bularningki shunda tirishchilik qilgan taqdirdimi? Oldigan mukofot chekli ko'p qaradi. Nima uchun shunda yaxshilik qilib ketib o'tib, bu g'ururlik kesili giribtar bo'ldi, shuni bilan xizmatni to'xtadi. Davatını to'xtadi. İman yo'ldan, islom yo'ldan to'xtadi, taat ibodatdan to'xtadi. Shuning bilan buni oldigan mukofot nima bo'ladi desa, buni aytib, hatto sıfır bo'lishi mumkin endi oxirisida. Xudoyim saqlasin. Shundaqla mushunda g'ururlik, taat ibodat hurun, davo yo'lda hurun, xizmatda hurun vaqtda o'lim kelib qolsa-chu. Qaysimizning o'zimizning qurdi bir paketimiz var, men taxminan 10 yil yashayim bundan keyin deydiganlar. Başında g'ururlik holatda o'lim kelib qolsa qanday qilamiz? Alloh bundan saqlasin.
Şun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge, ümmetige, hemimizge ügütip, üzünün dualarında kandak dua kılıte dese, Allahümme inni e'udhu bike minel aczi vel kesel. İyi fervaydigarım, men acizlikten, gururluktan panah dileyme. Dep gururluktan panah dileşini her daim üzünün duası da kılıte ve şundaklı şu ümmetige ügütüte. Yani bir duası da ey fervaydigarım, benim emrimden en yaxşısını benim ahirki hayatımda kıtbensler. Men sile bilen uçuruşurgan kunni qıysla. Bularning hemmisini nima desa, men aşında yaxşı qılıvatqan vaqtda ma hayatdan ayırılay. Dunyadan ketay. Bunda hurulluq ustida, beparvolik ustida ketib qolishdan meni saqlaslar degan gapim. Bu hurulluq keslik giribtar bo'lgan adam Xudoyim saqlasin, shu hurulluq, shu fasiqlikda, shu har qanday xizmatdan, taat, ibodatdan yiroq holatida ulab ketib qolsa, bu ahvol nihoyat xatarli. Xo'sh. Ahvol nihoyat xatarli. Bu birinci shaxsga bo'lgan zini. Ondan jamiyatga bo'lgan, xizmatga bo'lgan zin nima desa, yo'l texim uzraydi. Bizning vatanni ozod qilish yo'li desak, bu hurulluq, shunda xizmat qilayotgan odamlar darhol xizmatni to'xtab qolsa, beparvo bo'lib qolsa, shuning bilan nurg'un yo'lda xuddi egizga chiqib ketayotgan mashina turmuz tutmasa keyni yenib ketgandek, shuning bilan nurg'un xizmatchi keyni yenib ketadi. Nurg'un qurbonlikni bergan, davomlashtirmagan bo'lg'achqa, oxirsida bu berilgan qurbonliklarni bekor bo'lib ketadi. Xuddi arablarning bir gapi bor, as-sabru sa'ada. Ya'ni chidamchanlik degan bir minut ichida mumkin nurg'un o'zgarishni ya ayan ya mayan qilib turgan ish bor. Xuddi chalishgan odam, ya qo'l besishgan odam masalan 10 sekund chidasa birsi besib o'tishi mumkin. Lekin shu chidayolmaganlikdan yana birisi shu, yana birini yengib turgan ish bor. Shuning uchun g'alaba, ustunlik kimga desa, cho'qim tirishchanlarga, haqiqiy Alloh yo'lida kurash qiluvchilarga. G'urur, beparvo, xizmatni qilib ketib o'tib to'xtab qolgan odamlarga Alloh g'alaba nasib qilmaydi. Alloh Qur'oni Karimda bu shaxsni nima degan desa, innallazina amanu va amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan mushundaq kishilarningki amalini biz ishni joyida qilgan odamning amalini zoya qilib o'tmaymiz. Uni bekor qilib o'tmaymiz. Yana bir oyatda vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha la ma'al muhsinin. Bizning yo'limizda haqiqiy tirish jahada degan so'z arab tilida nima desa, bazlul wus'a deb tarjima qilinadi. Bütün kuchini chiqarish degan gap. Yani bizning yo'limizda bütün kuchini chiqargan, bütün tirishchanligini ko'rsatgan mushundaq odamlarni biz yo'limizga boshlab qo'yamiz. Lanahdiyannahum subulana. Biz g'albining yo'lini ko'rsatamiz, g'albining yo'lini boshlaymiz. Biz mushundaq ishni joyida qilgan odamlar bilan birga dedi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim bu g'albi ustunlik beparvo hurullarga kelmaydi, ularga nisb bo'lmaydi, balki shu haqiqiy tirishchanlik qilgan, xizmatda nihoyat mustahkam ma'nolaydigan, bo'shab qolmaydiganlar keldi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu. Iymon etgan kishilar sabr qilinglar deb bo'lib, yana bu yerda jamoatlashib menishning ne kadar zarurligini ta'kidlab va sabiru. O'zaro birsi-birsingizni chidamchan bo'lishga tavsiya qilinglar. Jamoatlashgan vaqtda oldin birsi-birsimizga tavsiya qilgan bo'ladi. Chidamchan bo'lishga tavsiya qilinglar, yo'lda mustahkam turinglar. Bo'shab qolmanglar deb buyurgan. Unda bo'lgandan keyin bu hurullikninki salbiy ta'siri mana yuqorqidek yo'l uzraydi, shaxs o'zimiz ziyon tortadi. Allohninki yordami bunda beparvo hurun odamlarga tushmaydi, balki umumiylik tirishchanlikni kuchini chiqarganlarga Allohning yordami andin nasib bo'ldi. Rahmat, Allah razı olsun. Ben bu şu programga savol tayyorlash jarayonida qilib binas uchratdim. Ilmiy tadqiqotgan bu. Yani nima deymiz hamda ilmiy izdinish. Bu şu Hong Kong'da
Şanganda 1998-yili elip bağan bir nimede tədqiqatda mesela muş yili 35 yaştan üstün ölgen adamlarınki sanını mıxıp çıkıptı. Göz tekşürüp çıkkan vaxtıda muşu hiç işqinmay yani öyde baka oltağan, hizmet qılmağan turup ülep ketkenlerinin sanınınki 6400. Onu dinkin tamakı çekkenlerinki, tamakı sebebini ülep ketkenlerinki sanın 5700 ikerlikini. Bunun qarğanda yani bu bakalık, betalatlik, horulluqninki, zihinnin insanınki tamakı çıkıştın bekrak yaman işkerlikini, ziyan işkerlikini şunu teşrif çıkıp inanıptı. Aynı şekilde yemiş bu 1998 yılı elip verilgan bir nimede 35 yaştan yukarı yaşta ülep ketken adamlarınki ailesinin 20% ailenin tekşürüp çıkıp bunu da meynayında okşa şekilde baka hurun otağlarının içinden 6650 adam ölgen tane. Ondan keyin tamakılan ölgenlerinin kesanınki 5270 işkellikini. Bu şunu da biz seriştirip hakikaten bu hurulluqdaki bikatalaflinki zihninin insanga tamakı çıkıştın mı öğren işkellikini. Bu hurulluqlam da insanınki. Tabii o kiselliğinde bu oran adam cemiyette işlerden ayrılsa, yalğız yazsa, eşinin bilen karı olmasa uyan bilen yaşaydımdı o. Ya kompüter bilen ya telefon bilen uyan bilen yaşaydı. Onda boğandikin zaten her taraftan kisel kaplaydımdı o adam. Allah hemmimizi bu kiselden saklamasın. Hürmetlik zamanlar hem de ahırda bu musik kiselini davalaşını, hurulluq illetini davalaşının yolları qaysı. Bu vaqt qısqacha tavsiyalarni so'zlab. Bu vaqtda tabii halda yuqorida bunun sebepleri de bir necha sebepni bayon qildik. Şunun aksi mushininki davasimda. Bunu qısqacha xulaslasak, birincisi tabii halda ilim ügüneş, aqli özüninki tefekkür iqtidarını texmi aşırış. Şimdi ilim bo'lgan vaqtda dinni umumiylik tushungan bo'ladi. İlim bo'lgan vaqtda Allohning koinotdagi qonun prinsiplarini joyida tushungan bo'ladi. Unda tushungan bo'lgandan keyin bunda odamcha o'rin bo'lmaydi. Balki ilm orqali haqiqatni tunib, din yo'lida, da'vo yo'lida izchil davomli ma'laydi. Ikkinchisi, har qanday ishda biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan birinchi bo'lib oxiratdagi mukofotni orzu qilsak, şunu ümit qilsak, dunyoda-chu eng yaxshi yo'lda menish. Mana bu aşkın birden-bir haydakçisi, yetakçisi. Nima uchun biz dunyoning ma'lum manfaatini ko'zlab mangan vaqtda uning darhol erishamasak, to'xtab qolamiz endi. O'rinliq keslik giribtar bo'lib qolamiz. Lekin men Alloh yo'lida, da'vo yo'lida deganlikning o'zi shu Allohning yo'li shu. Vatanimizni ozod qilish Alloh bizga farz qilgan ish bo'lgandan keyin mush yo'lda men qanchalik ishni qila olsam, Alloh buningga mukofot berdi. Kıyamet günü bununki neticesini ben çokum alimen. Çünkü Allah mine zalim karşı duruş buyuruptu. Üzerinin mal mülkünü qoğda, üzerinin kız oğullarını, abroyunu qoğda deb buyuruptu. Davanın yurmanı muşu. Ben muş yoldan neymiş kıla alsam şunu kılışım gerek. Bunu ben dünyada mümkün erişemezligim. Dünyada ben vatanın azatlığını görenmezligim mümkün. Ya ki ata ananın görenmezligim mümkün. Ya ki ballarımın körenmezligim mümkün bu yolda ülep gitip. Lekin ben şu Allah buyurgan işini kılımen dep mansam bunun mükafatını çokum ahirette alımen degan işence olsa bu adam hurun bulmaydı. Her kandak küçük işini kılıdı bu yolda, her kandak çok işini çok kılıdı. Şu Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kanda bir adam ahiretini arzu kıysa, ahiretini tırışçılık kıysa, ahiretinin balığına Allah'ın aldığı bir hesap bir işki iman keltirip durup man bulanın tırışçılığı hakiki rahmet eytirişlik tigişlik Allah mukafat bir işki tigişlik tırışçılığı bu alayda Kur'an-ı Kerim'in çok bayan kıygan. Bu hadiste başka nurgan
Bu haqda boshqa hadislar çok hamma. Üçüncüsü tabii halde yuqordim dedik, ölümni kep eslash. Çoqum men ölüm qachon kelsa men bu jonni berma. Qo'rqinchoqlik qilish, uyda o'tirib olish ömrümni uzaltib qo'ymaydi. Da'vo yo'lda tirishchanlik qilib menish ömrümni qisqartmaydi. Degan ishonch bo'lsa, cho'qim bu odam tirishadi. Hozir nurg'un odam uyda o'tirdi, da'vo xizmatga aralashmaydi, o'zining joni bilan bo'ldi. Ularning ömri uzarib qolamdi? Uzarmaydi aslida. Xolid ibn Validning so'zi bor. O'lib ketirgan vaqtda oxirisida ko'p o'lib ketgan. Mening badanimda qilish, nayza, o'qning izidan boshqa yer yo'q, ya'ni saqya yo'q. Hamma yerda ya nayzning, ya qilishning, ya o'qning izi bor. Ashunda turib, hozir men ko'pining ustida xuddi xotin kishilar ilavatlar. Deb ashuna degan. Demakchi bo'lgan nima desa, urush qatnashishning o'zi yoki da'vo yo'li xizmat qilaman deb dushmanga qarshi turishning o'zi bir odamning umrini qisqartib qo'ymaydi. Düşman qarshi turmay salomatman, tinch yassam bo'ldi deb uyda o'tirib olishning o'zi bir odamning umrini uzartib qo'ymaydi. Lekin ikki o'limning tabiiy holi farqi bor. Ozodlik yo'lida, din yo'lida, vatan yo'lida o'lish bu sharafli shahodat yo'li. Dunyo va oxiratda, dunyoda insonlar, oxiratda malaikalar hammasi maqtaydigan, Alloh mukofotlaydigan yo'l. Lekin buningdan qochib o'lishning o'zi shu hamma hayvon o'lgandek bir o'lashadi. Şunun için ahiretni, ölümni eslash, qandaq yolda ölüşni tanlash lazım insan. Şuqum bir şerefli yolda ölüş lazım. Bunun için tirishchanlik qilish lazım. To'rtinchisi, şuqum har qanday vaqtda o'zining g'ururlik sababchi bo'lgan muhitdan taat ibodatga, da'vo yo'liga bu odam yo'tkilish lazım. Özünün mesela aşında bir parva ağınılır var. Bunda ağınılması onu taşlaş lazım. Hiç kanda faaliyet katnaşmaydıgan mesela bir koşnulları var ya ki cemiyeti var değil. Çokum bu adam çok faaliyetcan, hareketcan bir muhit bayağı yetkiliş lazım. Bunun da alimlerimiz muhitning tesirini yukarıda yaxshi dostning gapini qilib keldik. Helik 100 adamni o'ltirib o'tgan bir odamning vaqaligi bor. Shu odamga ilm egisini deb maslahat berdi desa, sen turayotgan mavjud nachar odamlar chiqmal. Yama. Sen chuqum yaxshi odamni boyagi ko'chab ketgan. Deb yaxshi odamni boyagi ko'chiman deb shu yo'lda ilib ketdi. Oxirsida bu odam shu yaxshilarning ishirin bo'ldi. Bu nimani ko'rsatdi bizga desa, chuqum insonning yaxshi yo'lda menishi, da'vo yo'lida menishi, islom yo'lida haqiqat yo'lida menish uchun cho'qim bir yer ip cho'risda orlishadigan, yo'lda birga hamroh bo'ladigan, birsiga yetakchi, haydakchi bo'ladigan odam va muhitda bo'lish lozim. O'zining shaxsiy yolg'iz yashayotgan hayotni yoki bo'lmasa nachar muhitda, nachar odamlar bilan orlashayotgan do'stlik muhitidan cho'qim yaxshi odamlar boyagi bu odam yo'tkilish lozim. Beşincisi tabii halda muştan münasebetlik, himmeti yukarı yaxshi adamlar dostlashish. Ondan her daim o'zining imonini tekshirib turish. Altıncısı imanını tekshirib turish. Qalbining hareketini, yani qalbini his qilib turish, ya qalbi nagi mayl bo'layotidi, qalbi nagi ketyotidi, imonning ahvoli qandoq? Bu cho'qim har bir inson buni tekshirsa o'zining ahvolini o'zi bilalaydi. O'zining ahvolini o'zi bilalaydi. Bu odam ibodatga bo'lgan o'zining herismanligi nadinakkagicha, xizmatga bo'lgan herismanligi nadinakkagichalik bu shuni tekshirish orqali o'zining ahvolini qandoqligini bildi, tekshirib turish lozim. Payg'ambarimiz hadisda innal imana la yaxlaqu fi jawfi ahadikum kama yaxlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Sizning qalbingizdagi iymon xuddi kiyim ko'nirgandek ko'nirib qoladi. Buni tekshirib turmasangiz, diqqat qilib turmasangiz. Shuni Alloh subhanahu va taoladan sizlar har doim iymoningizning yangilanib turishini Allohdan so'ranglar. Alloh iymoningizni yangilanib tursin degan. Shuni Umar radhiyallohu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Sizlar o'zingizninki
Nefsini yani üzerine hesap elip dururlar. Kıyamet günü Allah hesap elişti burun, bu dünyada hesap elip dururlar. Üzerinin kıygan yakşı emellerini, ya ki yaman emelleri olsa onu hemmisini çoğu obdan cıngıs elip dururlar. Benim kılıvatkan emellerim, benim yakşılık cıngımda bulamdı, ya ki yamanlıkta bulamdı. Ve bunu obdan ölçep dururlar. Kıyamet günü senin zinanlığa ölçülmüştür burun, dep gösterken. Şuna Kur'an-ı Kerim'de قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bu kalbini, nefsini paklap tuğalla nicatlık erişiyor. Nefsi öyle kâr olmağalla çoğu halak oludu dep alahide nefsimizni tekşürüp duruşqa alahide buyurgan. Şunun için özümüzün kalbi nege bunu çoğu alahide bülüp duruşlardan tekşürüp duruş lazım. Yani Allah Teala'dan ki kundu tileşen Allahümme inni a'udhu minel azzi vel kesel. Bu dua kılış tabi halda onun yukarıda değildi. Dua kılışın var. Şunun bilen birge mawa kalp münasebetlik muşo vurulluqın taşlaşınınki kalp münasebetlik, iman münasebetlik tarafları. İnsanның bedeniga münasebetlik tarafları çoğu deyse ama doktorlar hem de bu vaqtda mesela alahida akşama amal kılıp buraya yetiş. Uykunu joyida uxlash. Hozir çünkü hemmamizning qo'l telefon bor. Akşama uyga kirib telefon qarab o'ltirib, shuni bilan uyqu kechib ketib, uyqu kechib ketgandan keyin ya ba'zi namoz qo'polmay qolib, namoz qo'pgan taqdirda uyqu joyida bo'lmagandan keyin adın shu kuni umumyuzlik bir xil g'ururlik bilan yashab qolgan ahvol bor. Shuning uchun doktorlar bu g'ururlikdan va jismiy g'ururlikdan yuqorqisi ruhiy g'ururlikdan qutulishning yo'li bo'lsa, jismiy g'ururlikdan qutulishning yo'li nima desa, uyquni joyida yaxshi uxlash. Payg'ambarimiz xutdandan keyin gap qilmaydi deb ba, ham baldu uxlaydi, baldu quvti deb ba. Unda bo'lgan ekan amal qilib baldu uxlashga tirishish, uyquni joyida uxlash, ikkinchisi pokizlikka diqqat qilish. Bo'lsa har kun yuyinish masalan. Bumi inson o'zi pokiz bo'lsa, yuyinib tursa bedenninki ruhluq bo'lishiga alohida turtki bo'ldi ekan. Uchinchisi amal qilib anchamish tan tarbiya qilish. Anchamish tan tarbiya qilib mayl jurish orqali bo'lsin, mayl qo'saq qatlash orqali bo'lsin, tan tarbiya qilib turgan vaqtda bedenninki alohida go'zalligini va shuning bilan birga sog'liqni saqlash uchun, ruhliq saqlash uchun tan tarbiya qilish muhim bo'lg'achqa tan tarbiyaga ko'ngil bo'lish. Ondan to'rtinchisi yemek içmek gibi çoğu alaylı köngül bölüp insana cismi paydalık yaxşı narsani yeş cismi ziyallık olsa nurgun Xitay medeniyeti jo'qoqliq bizning insonligimiz shunda zahardek narsalarni yoqtirib yeydigan cismi shunda ziyalliq narsalarni yeydiganligi yo'q emas. Shunga amal qilib yemek içmek gibi çoğu alaylı diqqat qilib tamaki masalan va shuningdek haroq bundan narsalardan jiroq bo'lash bo'ldi hammasi cismi ziyalliq. Unda bo'lgandan keyin jism ojiz bo'lsa shuning bilan hurulliq jismani hurulliq uchun insonni qoplaydigan gap. Beshinchisi ondan o'zining hayotini ratlik bo'lishi. Uyda kundulik hayoti ratlik bo'lgan vaqtda ondan haliqi harakatchan bo'lgan bo'lgan gap. Hamma ishlar qalaymiqan bo'lsa, shuning bilan ondan hayotim qalaymiqan bo'lib, hech ishni vujudga chiqara olmaydigan ahvol shakllanadigan gapkan. Oltinchisi nima deb to'risa, masalan bir ishdan zerikib qolsa inson yaxshi ko'rgan ishni qilish. Qanday ishni yaxshi ko'rsa, ma'lum bir ishni zerikkan vaqtda shu yaxshi ko'rgan ishni qilsa, mayli bu yaxshi ko'rgan narsa bir kitob o'qish bo'lsin, masalan. Ya ma'lum tan tarbiya bo'lsin, yoki ma'lum bir tamoq yeyish bo'lsin, masalan. Ma'lum bir tamoqni yegiz kelsa, boshqalar uni buni qilib behuda o'tkazib o'tganda shu tamoqni itib yeyishning o'zimi bu nafsni xursand qiladigan bir ish endi. Unda bo'lgandan keyin bu tarafligim uchun alohida diqqat qilish zarur. Rahmat Allah razı olsun. Hürmetlik televizyon görgücü qarindoshlar, tuzatishga tegishli illatlar nomli programmamizning birinchi soni shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar hafta ko'rish umidi bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.